Haier 3618 ga 1 daqiqalik obzor. Haier 3618 bo'yi 1.85, eniga 60, sensorli displeyda o'rnatilgan rostagasim sensor. Ushbu sovutgich Xitoy zavodida chiqqan, Yevropa bozori uchun ko'rsanglar bo'ladi, Европейский call-center yozilgan. Bundan tashqari 1, 2, 3 ta polka alohida mayzon, bu yerda -2 dan +2 gradusgacha nastroyka qilsangiz bo'ladi. Eshigida ham bitta katta, 3 ta kichkina it tuxumli uchun alohida polishkasi bor. Morozilkaga o'tamiz. 1, 2, 3 ta standartning morozilniy polkalar, bundan tashqari komplektida navoda eshigini bu yerdan emas, bu yoqdan ochiladigan qilaman desanglar, alohida komplekti bor. Bundan tashqari eng o'ziga xos xususiyati ushbu sovutgichda invertorli kompressor o'rnatilgan. Bu degani bu xolodilnik kamroq tok yeydi, tok o'ynasa ham ishlaydi. Shovqini ham past bo'ladi. Bundan tashqari buni bo'yi 1.85 dedim. Agar sizga 2 metrligi kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni 36-20 degan modeli ham bor. Rangi ham, ko'rinishi ham bir xil bo'ladi, faqatgina bo'yi 2 metr bo'ladi. Shoshilinglar, bosib yuboringlar.